onajonlar, opajonlar, mahalladoshlar, mahalla xotin-qizlar faoliga saylanib qo'yish tartiblari bor bizda. Avvalambor o'sha mahallani fuqarosi yoki yondosh mahalla fuqarosini kim bo'lishidan qat'iy nazar birinchi o'rinda arbozga topshiradi. Unda malaka talablari bor, imkon qadar ibratli, har tomonlama o'zini o'sha mahallasiga, tumaniga, viloyatiga, davlatiga har tomonlama yordam bergan, namunali oila bo'lgan, farzandlarini namunali tarbiyalagan, imkon qadar o'shanaqangi ziyoli oila vakillaridan ayollar o'zlari borib ixtiyoriy uni biz tanlamaymiz, borib viloyatda arbozga hujjat topshirishadi. Endi biz 30 yoshgacha yoshlar deb qabul qilganmiz. Bu oila va xotin-qizlar bo'lganligi uchun imkon qadar mana shu yosh yuqoriroq bo'lsa, ya'ni 30 dan yuqori yosh bo'lsa, haligi yoshlar to nafaqa yoshigacha 55-60 yoshgacha topshirishi mumkin. Borib ular arbozga hujjat topshirib borish ham shart emas, uylarida yoki kompyuter orqali, internet orqali topshirishadi. Hujjat topshirishadi, ularni kabinetlariga mana shu kuni siz testga keling degan SMS boradi. Soatigacha yozadi, manziligacha yozadi. O'sha joyda borib ular kompyuterda viloyat argosda hamma respublika bo'yicha tuman viloyat argoslari olishadi. Argosga borib o'sha joyda onlayn test topshirishadi. Haligi testdan topshirishgandan keyin topshirgan fuqaro kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zi ixtiyoriy topshiraveradi. Uni hech kim chegaralamaydi, sen topshirma, sen yoshsan, sen qarisan demaydi. Topshirgandan keyin agar 56 ball olsa testdan, 100 talik testdan 56 ball olsa, haligi ikkinchi etap suhbatga o'tadi. Suhbat jarayonini xuddi o'tgandan keyin o'sha kuni aniq bo'ladi. O'sha joyda tabloni o'zida siz ushbu testdan 56 ball, 48 ball, 30 ball, 100 ball oldingiz deb avtomatik kompyuter o'zi chiqarib beradi. Uni birov og'zaki siz testdan o'tdingiz, o'tmadingiz demaydi. O'sha joyda ko'rib, ballini ko'rib 56 to'plagan bo'lsa, demak o'tibman testdan deydi, ketishadi. Hech qanaqa hujjat topshirish ketmayapti. Ko'ryapsiz, hammasi onlayn bo'lyapti. Borishgandan keyin o'sha har bitta sohani, har bitta vazirlikni o'zini viloyatlarida boshqarmalari bor. Boshqarmalardan o'sha adresga argos o'tdi deb kompyuter orqali ularga xabar bergandan keyin o'tgan nomzodlari telefoniga SMS keladi. Siz boshqarma argosga ikkinchi bosqich suhbatga borasiz degan SMS keladi. Sohati, joyi, vaqti belgilangandan keyin ular suhbatga borishadi. Suhbatda ham u joy ham suhbatdan onlayn, komissiya a'zolari onlayn, ayrim komissiya a'zolari, yaqin komissiya a'zolari qatnashishadi. Nomzod kiradi, o'zi knopka bosadi. Knopkani kompyuteri borsa, har bitta vazirlikni, qo'mitalarni o'zini tuzgan savollar bor. Ekranda katta bo'lib 5 tadan iborat savol chiqadi. O'zi bosadi, klaviaturani bosgandan 5 tali savolni har biriga 20 balldan javob berish kerak. Ya'ni o'sha 100 balli sistemada bo'ladi. O'sha to'plagan balli uni ham 56 dan yuqori bo'lsa, u suhbatdan o'tgan bo'ladi. Uni mana masalan men masofaviy bo'lib tumanda tursam, bitta komissiya a'zosi men baholab boraman. Boshqarma boshlig'i komissiya raisi ular baholaydi. U joyda o'tirgan vakillar baholaydi, komissiya a'zolari baholaydi. Hammanikini jamlab o'rtachasi test bilan suhbatda ballari qo'shilib, o'rtachasi olinib balli chiqariladi. O'tgandan keyin testdan o'tib suhbatdan o'ta olmasligi ham mumkin. Umuman javob bera olmasligi ham mumkin. Bu endi onlaynda ikkinchi tomoni borki, o'sha test jarayonlari ham suhbat jarayonlari ham to'liq translyatsiya qilinadi. Ya'ni o'sha ommaviy axborot kanallarida YouTube'da ko'rib turiladi. Javoblari yozilib ko'rsatiladi. Keyin u agar nomzod o'tsa, uni har bitta o'zini tumandagi bo'lim boshliqlar olib borib, joyiga tanishtirib, uni obyektivkalar bilan tanishtirib, ish joyiga qo'yib keladi. Agar suhbatda o'ta olmasa, uni ilgari 72 kun shunaqa edi. Hozir yangi tizim bo'yicha 6 oygacha o'sha bir marta o'tgan balli amal qiladi. O'sha ball bilan yana qayta suhbatga qatnashaveradi. Test topshirmaydi. Ilgari 72 kun edi. Hozir o'zgarish kirdi deyishyapti 6 oygacha. O'sha balli bilan endi qaranglar opajonlar. Testdan o'tib olish uchun masalan bu mahalla aytaylik, Do'stlik mahallasi vakant deydiga.
opam, Mingbulog'am, Andijonam, xohlagan tumanlar, masalan o'sha Andijon tumani bo'lsa, testga topshiraveradi. Nima uchun? Maqsad o'tib olish uchun. Keyin o'zini qolgan sohalariga topshirishaveradi. Testdan o'tgandan keyin. Suhbat jarayonida ham o'tgandan keyin o'tolmasa agar, u tartibga to'g'ri kelmasa, savollarga javob bera olmasa, o'rnida baholari aytiladi unga. Siz tavsiya etildingiz yoki tavsiya etildi. Biz ham ishga qabul qilish huquqiga ega emasmiz. Uni ishga qabul qilish va bo'shatish adliya orqali bo'ladi. Faqat biz tavsiya etish huquqiga egamiz. Bergan javoblariga qarab. Shu ikki etapda o'tiladi. Bu nafaqat xotin-qizlar faoli, hokim yordamchilari, ijtimoiy xodim mahalliy xotin-qizlar faollari orqali va yoshlar yetakchilari shu ikki tartibda argus va suhbat tarkibida nomzodlar tanlab olinadi.